Assalomu alaykum. O'tgan safar aytdik, quyonlarni obzorini qilib tashlab turamiz deb. Bu quyonimiz bu hozir Xudo xohlasa keyingi hafta tug'ilib qoladi. Qolgan narida turgan kichkinalarni hammasini bo'lib chiqdik. Bu turgan ona bolalarni hozir ko'rsataman. Narida qolganimizni. Bu 3-oyga qarab ketayotganlar. Bu 4-oyga. Keyingi oy qo'shisi buyuradi. Biz dezinfeksiya qilib qarab chiqdik. O'sha boyga 3 oylik davomchilari bilan. Mana sizlarga aytgan. Ovqatga kirib ketishdi hammasi. Bo'lonchilik bo'lyapti. Qo'yamiz. Mana bu yerda yotsin. Haliga yana bir boshqa video qilamiz obzor. Quyonlar bor ekan. Mana shu otalarini qo'yib ko'rsatib beraman. Sog' bo'linglar.